Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Biz sizlarga bugun bir qavatli bo'lgan inverterimizni qanday o'rnatishi va buni obzorini sizlarga tavsiya qilmoqchimiz. Bu inverter eng ishonchli fabrikalardan ispaniyada o'tgan fabrikaning mahsuloti. 1 kilovatli inverter 12 voltda ishlaydi. Bu akkumulyatorimiz litiv akkumulyator. Bu ham eng ishonchli fabrikalardan bo'lgan akkumulyator 150 amper 12 volt akkumulyator. Bu inverterimiz shu 12 voltda ishlaydi. Biz buni sizlarga qanday ishlashini va bu nimaga qodir ekanligini biz sizlarga eng zo'r yerlarni ko'rsatmoqchimiz. Biz buni ulash uchun albatta qizilini qizilga, qorasini qoraga ishlaydi bu kabellarni ulashimiz kerak bo'ladi. Inverterimizni juda ishonchli fabrikalarga bir kafolatni oxirida ko'rsanglar aytib o'tamiz. Bu hamma inverterlarga ancha o'zgachaligini isboti bor. Bu inverterimizni o'zi 1 kilovat bo'lgani bilan bu inverterimiz 3 kilovat puskovoy momentga qodir. Bu degani 3 kilovat vakuumli nasos, har qanday dvigatel, printer, shunga o'xshagan texnikalarda bu puskovoy moment juda lozim kerak bo'ladi. Printerda ham u ishlash uchun o'zi 500 watt bo'lganda u 1 kilovat kuch tortadi. Shu narsalarni yurishlikka mo'ljallangan bu inverter. Hamma inverter ham u narsani bajara olmaydi. Puskovoy momenti u siz o'ylaganchalik 2 barobar bo'lmaydi. Mana bu inverterimizni biz uladik. Bu inverterimiz o'zi 1 kilovat inverter. Mana ko'rib turganingizdek 3 kilovat puskovoy momenti bor. Bu ashli nimani vakuumli nasos ulaysizmi, printer ulaysizmi, har xil nagoskasi bor narsa ulayotganingizda bu bemalol ishlatib bera oladi. Masalan 1 kilovatli nasos shunday saysangiz, bu o'zi shunday ishlatib beradi, muammosiz. Mana biz buni hozir uladik. 12 volt akkumulyator 150 amperli litiv akkumulyator. E'tibor beringlar, bu litiv akkumulyator girovoy akkumulyatordan 2-3 barobar quvvatli narsa bo'ladi. Nima sababdan esa bu именно shu solishli batareyalar uchun energiya xranist deb hisoblanadi. To'g'ri sekin olib, sekin chiqarganligi uchun girovoy akkumulyatordan 2 barobar ko'p xizmat qilyapti. Masalan 150 amperli girovoy akkumulyator 4 soatga yetsa, biz buni shu 4 soat yetgan akkumulyatorimizni miqdorini, shu quvvatni, rasxodni bu 9 soat ishlatib berdi. Biz buni tekshirib, ispaniyada o'tkazdik. Inshaalloh mana biz hozir inverterimiz chekka ulaganimiz yo'q, akkumulyator o'zi ishlayapti. Bemalol ko'rishlar mumkin. Mana buni bu yerda xohlasangiz rezetkalar ishlatadigan yeri bor. Rezetka sayib, bu yerda bu kirishi, bu chiqishi. Bu kirish davlat kiradi, bu yerdan chiqadi. Bu narsani ulab qo'yganingizda, bu shunday narsaki,